Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan men trener Minecraft va bugungi videomizda biz shunchaki qishlog'imizga qaytib keldik. Aylanib keldik-da. Qovun ochdi, berib tur go'shini. Bo'ldi. Xon bo'lsa ham yo'qmi? Ya'ni ko'rib bo'lmasa, xafa bo'laman. Xullas-da, mana gapni eshitganmisizlar, eshitdinglar, eshitmagan bo'lsanglar eshitmadinglar. Mana bu bitta katta bino bo'ladi. İçinde bir balo joylar bular. Lift. Agar ki 200 ta like yig'ib bersanglar, 200 tagina xolos. Shu yerdan tepasiga chiqaman, taqiqlangan bo'lsa ham keyin o'zimni tashlayman. Pastgacha tashlayman, tirik qolsam, tirik qoldim, o'lib qolsam, yana qaytadan o'lib, tirilib, dillas. Men qayerda men uzoqqa ketdim, nariyoqlarga. Shunaqa qilib qaytib keldim endi mana. Xullas ketdik endi. Qishloqqa qaytamiz. Yerda bitta jitil yo'qmi o'rtog'imizda? Yaxshi, barakalla. Barakalla, ko'chada aylanib, haligi obodonlashtirish ishlariga qo'shilyapti shekilli bechara. Yoki qishloqdan quvilganmi? Xullas, meni u bilan ishim yo'q. Agar shu xullas, bilmadim. Endi men qishloqqa qaytyapman. U qishlog'imizda unaqa joy bor. Bu haligi qotillarni, manyak bir shunga o'xshashlarni o'ldirishga joy. Mayda yoqib o'ldiramiz yoki mayda unaqa haligi bo'ynidan osib o'ldiradigan nima? Shunaqa bo'ladi-yu. Bilganlar yozib olsa kommentariyaga bo'ynidan osib o'ldiramiz. Qaranglar bu san'at asarini kimdir chizgan. Bunisini qaranglar, Minecraftda bunaqa rasm bormi? Bilmadim. Xullas, galib yotaymi? Galib yotsam men yotib qo'ysa kerak. Olmadim kelmadi. U mer bolalaringiz bilan yuribsizmi? Mer bolalar bilan yurib. Bo'ldi, hazır. Bunaqa hazır qilma boshqa. Bo'lmasa ko'zingni olaman. Ko'zingni olishimizda bo'lsa, bunaqa hazır qilma. Xo'p, mer aka, boshqa unaqa hazır qilmayman. Shunchaki bo'pti. Qoch galib, mer deyishigini qo'g'irlayman deb. Men kirib ketaverdim. Qaysi jinni qilgan buni? Yo'q, qaysi jinni aynan bizni qishloqda yana? Nimaga aynan bizni qishloqda qaysi jinni vachcha qilgan buni? O'zim merdan so'ramasa bo'lmaydi. Pakanalar bu yerda oyoqda aytib o'ralashma. Nimcha senlar merda xotinlarimisanlar? Mer xotinbozmisizmi? O'sha bilan ishi bo'lmasa, xullas, nima kelding? Tashqarida qudug'imizda o'rab tashlashibdi. Anaqa, rasmlar bilan. Biz ham seni kutdik, sen hal qilasan hammasini deb. Sizlar hal qilolmaysizlar. Sen hal qilasan dedimmi? Sen hal qilasan. Bo'pti, men hal qilaman. Shu bo'lsa kim qo'yib ketganini bildinglarmi? Uni men anaqa qo'yib ketgan ekan. Yani ikkita qonunbuzarlar. Qonunbuzar? Qayda bo'lishi mumkin? Shaxtdan chiqib ketib yurishibdi-kan. Shaxta. Bo'pti. Bo'pti, ko'risharmiz unda. Hayron demaydi, qurumsoq mer. Qurumsoq demadim-da, dadin. Ishqilib dadasi merga aytib bermasin. Mer dadasiga aytib bermasin. Dadasi. Bu nima? Yo, bu ishi men uyim san'at asarlarini buzishga to'g'ri keladi. Rasmlarni buzaman, majburman. Buzmasam bo'lmaydi. Meni uyimni qaysi jinni rasm qilib tashladi? Bu rasmlar bilan uyim xuli turibdi. Pakana, merda o'g'ilman, merda bolasiman deb meni uyimga kirib o'ynayvermang. Dadangga aytib bersen-chi. Telefonim zaryad kam qolibdi, hamma video tugatganimiz ketib qoladi. Xullas, pakana o'zingdan ketmagin-a. Chiqib ketibdi. Mayli, uyga ketgandir. Qani sandig'imni qaysi jinni o'rab ketdi?
Sandig'im chiroyli turgan paytda o'rab ketishga uyalmaydim. Ovqatimni yeb ketdi. Qo'nim vashshi ochdi-da. Steak yeb olaman, 2 ta steak bo'lsa. Xullas, 2 ta steakim bor, shuni yeb olaman. Ketdim. Tashqariga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Mana, bizni guruhimiz bor, bolalar bilib qo'yinglar. Speedrunnerlar guruhi bu Lilining uyi. Lili. Xullas, Lilida uyi. Kattagina 2 kishilik divani bu. Mazza qilib cho'zilib yotadi. Bu bo'lsa meni uyim. Sal anandayroq yashab ketaman, hech nima qilmaydi. Bu bo'lsa Anuning uyi. Anu Chasatning uyi. Ukam bilan survivaldagi ukam uyi. Qaranglar, qanaqa bu? Umuman zo'r uy bu. Sandiqdan nasib Shroq ekan sandiqda. Ha, bolalar sizlar ana yetarli kiyimni ko'rib ana hayron bo'lyapsizlarmi? Mana kiyimni kiydim. Bunaqa. Xullas kiyimlarim yechadi. Xullas endi kiyimlarni yechdik. Men tashlab qo'yay, xalaq beramiz. Mana endi bu bo'lsa Stikno'yi, Stik. S-T-I-K. Bejarani kichkina, bizniki zo'r, katta 2 etajli yoki katta. Unikini ham agarda 200 ta like qilib bersanglar ham uni tepadan sakrayman, haligi joydan ham men uni Stikno'yini kuchaytirib zo'r qilib beraman. Qani tomiga, voy, tomga chiqay dedim men. Qochib tur, sen har vaqt berding. 3 ta custom shimli anaqa jitlash ekan. Kattasidan, kichkinasidan bitta. To'rtta. Xullas, mer davlatidan bo'lsa kerak-da bilaram. Shaxtaga kirib ketdi dedim. Qani, kiraylik shaxtaga. Voy, qattiq tushdimi, mayli. Voy, jonim chekilib ketyapti. Bo'ldi. Tashkil. Xullas-da, bizachi olmoslar ham bor. Boshqaga tushadi. Bemalol mining qilishimiz uchun-da bu. Mana oltin ham bor. Oy. O'lib ketmaslik kerak ekan. Faqat shu. Mana ovozi. La. O'qib ketyapman. Va o'lib ketish bo'lgandir. O'lib ketish bo'lgandir. Balkim betdan ketsam ham bo'ladi. Ular bilan nima bu? Mana ovozi. Qochmasam meni o'ldirishlari ham mumkin. Bas bo'ldi, qochdim. Obunachilar, nima deysizlar? Agar keyingi videoga 200 ta like bersanglar, hatto Stikno'yini ham zo'rga beramiz. Hatto tepadan ham sakrayman. Keyin anaqa mashinaga kelib qonun buzarlarni ham hammasini o'ldiraman. Faqat qo'rqsam ham voy, qo'rqib ketyapman. Lekin xullasda qo'rqib ketayotgan taqdirimda ham hozir 2 ta o'yinchi ko'rindimi? Merda nomini bunday qilib chiqqaniga ikkita ko'ribman. Rasimlar tugamasganda. Mayli, osilib turibdi. Yaxshi galimdan meni urmaydi. Tur jona. Yo, kiribdi. Men hozir darrov uyimdan qochib olib kelmasam bo'lmaydi. Qoch, merda avlodidan bo'lsina, boshqasini avlodidan bo'lsina. Qilishimma, oltin qilishim ham tugab qolay debdi. Xo'p. Nima meni? Galimlar bir-biriga xalaq berishdi. Oltin qilish nima? O'ldirib oldimi? Darajasini boshlagan. Maytlar tozalab olsam, bu katta gap.
Nima shu qo'ynim buzarlarga boshqa qishloq qurib qo'yganmikan? Keyin mana oldim. Shu qo'ynim buzarlar deb menga shuncha. Shu qo'ynim buzar qururlar ham boshqa joyga borishdi. Boshqa qishloqda yashashga o'lishadi. O'lib qolsa kerak-da. Nimaga ukam bilan Survival'da ikkinchi qismi chiqmadi deysizlar? Deb o'ylasanglar, chunki ukam bilan surat oldim. Ukam bilan Survival'da ikkinchi qismi chiqmaydigan bo'ldi. Chunki ukam bilan Survival'da olish juda ham qiyin-da. Yana ham umr bag bo'lib ketdi shu o'ynayotgan joyimiz. Chunki ikkinchi qismi bo'lmaydi, bitta qismi iborat bo'lib qo'yardi. Chafaq bilan ukam bilan qiziq bo'ladi bolalar. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, o'sha ukangiz bilan video qiziq bo'ladi deb kommentariyga yozib qoldirishni unutmanglar. Chunki ukam agarda sizlar ukam yoqtirgan bo'lsanglar, ukam xursand bo'lardi. Shu endi obunachilar yog'i o'zlardan 27 ta rasm tushdim. 28 ta tushganda bo'lish bo'lardi. 90 bular, 100 bular. O'zimcha deb. Xullas, hamma joyda rasmlar oldim. Qoch, kirib ketdim. Qurmabekka. Xollasam kiraman. Tushundingmi? Dodangning nasini chaqirib kelsanglar, meni oltin kelishimda o'ldirib qo'yaman. Sening oyog'ing nomali, tush, yo'qsa, meni uchitil bor ekan. Men tepani ko'rmoqchiman. Bo'pti, sen anaqasa. Uni qaysi jinni portlatgan ekan? Uni jinni o'rtog'i bo'lsa kerak-da, uni kirib berdi. Mana. Uni kirib berdi, o'rtog'i portlatgan bo'lsa kerak-da. U dedi. Rasvo qilibdi, tuzatishim ham kerak hali. Bir menga aniqlab tuzatib qo'yasan deyshandi. Bu mendan birinchi. Men qishloqdan emasdim-da. Mayli. Qani ana tushyapman. Bo'pti. Qoch. Tekshirdingmi? Tekshirdim. Anaqa ekan. Mana yerda qaysidir jinni kirib berib portlatdi. Keyin bo'ldi. Barakalloh. O'zimni shogirdim. Kelajakda buyuk odam bo'lmaysan-ku. Mendaqa bo'lmasang ham tentak odam bo'lasan. Hozir dadingdan keldingmi? Dadam haqida gapirdingmi? Yo'q, men haqida yo'q. Endi sen tuzatasan. Mol, menga katta gapirmaslik kerak edi. Mer bilib qolsa, meni o'ldiradi. Merga aytib qo'yma, iltimos. O'zim tuzataman debdi. Mer bilib qolmaslik kerak edi, muhimi. Mer bilsa, tezroq ertalab tuzataman. Hozir uyga borib turib uxlashim kerak. Uxlayman. Ustovatalama voy. Bilmayman. O'tamoli. Bunisini olsam bo'ltani. O'zimda bundaqa daraxt bor ekan-ku. Keyin bundan olib olsam, keyin borib turib bitta anaqa yasab olaman. Mana bunday matiga. Keyin turib keyin anaqa ketaman. Kimdirga gul beryapti. Qanday gul beryapti? Devorda ichida. Bu tuzatki. So'teppa mana. Mana so'teppa aka. So'teppa. Berga aytib bermasangiz bo'ldi. Berga aytib bermay aka. Faqatgina berga aytib bermay. Xolos sizdan birdan bir tilagim shu. Berga aytib bermay aka. Iltimos aka jonim, men aytdim deyman. O'zim aytdimmi? Yana qayta so'tapsam bo'lar. Loy turmas mumkin kerak narsaga aylanishini bilmagandim. Agar loy kerak narsaga aylanishini bilganimda ancha yil oldin bir sakkiz loy to'plab qo'ygan bo'lardim. Hayotda loy kerak bo'lishini bilmagan ekanman. U kripterlar o'zi tuzatmaydi, o'zi portlatgan joyini.
Ey, bilay. Asab buzilyapti. Shu Creeper bo'lmay ketdi. Creeperga to'nkan mavzini aybini. Creeper yaxshi ish qildi. Bunga men ustimdan kulish bo'lsa bo'ldi. Bunday qilib chiroyliroq qo'yamiz. Aslida zo'r bo'ladi. Aslida zo'r bo'lishi ham shart emas. Lekin shaxtaga odamlar kirib chiqib yursa bo'ldi ularga. Menga bo'lsa hozir loy judayam kerak. Shu loy bir kerak narsa bo'lishini bilmagan ekanman. Telefonimiz zaryadga bosibdi. Vallahi hozirga oboramiz. Mayta zina bor ya. Qo'shlarni ketaman ekan hali. Aşı gene menga shunaqa yomonlik qildi. Yerga aytmasin deb shuncha harakat qildim. Bechola osib qoldi baribir. Uyga borib nima qilishim kerak edi? Toshlarimni terishim kerak edi. Agar uyda tosh bo'lmasa, shaxtaga tushamiz, qo'rqinchli shaxtaga. Zina qo'yib bor ekan yaxshi. Zo'r bor ekan. Yaxshi. Zina qo'yib bor ekan bilaman emas. Ham loy kerak emas, bular ham kerak emas. Kiyimlarni tashlab qo'yaman. Kiyimlar ertaga barga kiyarman, bilaman qachon kiyishimni. Xullas, obunachilar.